Assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi yakkalik devorlarimiz bitta xudo xolasa juda ham chiroyli ishda. Yashil rangini jigarrang fasonni tayyorlab berdik. Bu bo'lsa cho'tki chiqdi, ko'rishingiz mumkin. Bakovoylarim 40 sm, bosh qismlari 1.10 sm bo'lgan, eniga 97 sm. Xo'sh. Matraslari 3 yil garantiyasi bor, bexijolat. Uzunligi 2 metr, eniga 85 lik matras tushadigan bo'lgan. Qismlari mehkiligini va zo'r mazaq yotasizlik xudo xolasa. Orqa qismlari ham butun holatda. So'xna o'zidan video. Kimlarga mashina xizmatga kerak bo'lsa, aloqa chiqarsizlar. Donasini 2200 mingdan tayyorlab beramiz. Qo'qon bo'ylab dastavkalar bepul, vodiy bo'ylab jubbosalang dastavkasini bepul qilib beramiz. Dona olsalang vodiy bo'ylab. Faqat Qo'qon bo'ylab bepul qilib beramiz dona olsalang. Vodiy bo'ylab dona olsalang, donasiga shu 200 ming so'm shobir yo'l kirasi qo'shib borish mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi yakkalik divanimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqdi. Xudo xolasa chiroyli holatda qilib berdik. Kimlarga mashina xizmati kerak bo'lsa, aloqaga chiqarsa, bularda xohlagan ranglarda oq, maloshniy, jigarrang, qizil, yashil farqi yo'q. Xohlagan ranglarda tayyorlab beramiz. Narxi kelgan bo'lsa, narxi 2 ming so'mga tayyorlab berdik buni, xudo xolasa. Matraslari 2 metrga 85 lik bo'lgan, yon qismlari, bakovoy qismlari 40 sm bo'lgan balandligi. Matraslar bilan balandligi 50 sm bo'lgan, juda ham o'rtali balandligida. Kimlarga shuna xizmati kerak bo'lsa, Telegramga yozsalang, 300 puldan oshiq variantlarimiz bor. Ko'rib, bemalol tanlab zakaz qilsalang, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bepul, faqat jup olganlarga bepul qilib beramiz. Dona olganlarga 200 ming so'm, 250 ming shopirda yo'l kirasiga qarab, o'sha yo'l kirasi qo'shilib qolishi mumkin. Dona olsalang, jup olsalang dastavkasini o'zimiz olib borib, yetkazib, xohlagan uylarga olib kirib, joylab berib kelamiz. Telegram yozinglar, aloqaga chiqinglar, video yoqqan like bosib qo'yinglar. Narxiga arzidimi yo'qmi, komment yozib o'tinglar.